Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha xayriyatlarning asosi. Barcha yaxshilik, barcha xayriyat nimaga bog'liq? Banda Allohdan o'zga iloh yo'q deb iymon keltirganidan keyin Alloh nimani xohlasa bo'ldi, nimani xohlamasa bo'lmadi. Alloh nimani xohlasa bo'ladi, Alloh nimani xohlamasa bo'lmaydi. Mana shu narsani inson qalbiga sidq dildan iymon keltirib joylab olganidan keyin jamiki xayriyat mana shu odamning ustida jam bo'ladi. Ne'matlarga shukr qiladi hamda mana shu ne'matlarda to'xtab qolishligidan Alloh taolodan duo qilib panoh so'raydi. Inson savobli ish qiladi. Inson gunoh ish qiladi. Insonning qilgan savobli ishi Robbisi tomonidan berilgan tavfiq sababli bo'ladi. Endi bandadan gunoh sodir bo'lganda-chi, shu tavfiqni Alloh taolo olib qo'yganda bo'ladi. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Banda bir savobli ish qilsa, Parvardigor azza va jalla tavfiqini berdi. Tavfiq nima? Boshlab turishligi to'g'ri tomonga. Payg'ambarimizning hadislarida keladi. Inson bolasining qalbi Alloh taoloning ikki barmog'i o'rtasida turadi, xohlagan tomonga uni buradi. Demak, Parvardigor azza va jalla siz bilan bizni qalbimizni ushab, burganligi uchun masjidga kelib o'tiribmiz. Sizlarni meni Alloh olib keldi bu yerga. Demak, kim oldida minnatdor bo'lishimiz kerak ekan? Xo'p, qarindosh urug'i muruvvat qildingiz, go'sht olib kirdingiz yoki hadiya berdingiz, zakot berdingiz, sadaqa berdingiz, muruvvat qildingiz. Kekka yeyishingiz kerak ekanmi? Buni kim qildi? Alloh qildi. Sizni qalbingizni shu tomonga burib turibdi. Demak, bizdan sodir bo'layotgan har bitta savobli ish Parvardigorimiz qildirgani uchun bo'lyapti. Biz umuman kekka yeyishlikka haqqimiz yo'q. Endi gunoh qilib turib, ayb ish qilib turib, xijolat bo'lganimizdek, savob ish qilib turib ham Parvardigor shu tavfiqini olib qo'ymagin mendan deb turib, bo'ynimizni egib, yana ham Alloh taoloning oldida hokisor turishimiz kerak. Endi Alloh taoloning shu tavfiqini, shu ne'matini ko'rganingizdan keyin, shu bergan ne'matini shukrini ado qilsangiz, tavfiq qo'lini doimiy qiladi qalbingizda. Bugun 2 rakat namoz o'qigan bo'lsangiz, Parvardigor shu ibodatni qilishlikka menga tavfiq berganingga hamd va sano bo'lsin desangiz, ertaga 4 rakatga chiqaradi Alloh. Agar bugun roza tutib turib, bir pora Qur'on xatm qilgan bo'lsangiz, Parvardigor sizni qalbingizni ushab turib, savobga burgani uchun xatm qildingiz. Ertaga 2 pora o'qishni xohlaysizmi? Demak, shu ne'matni Allohdanligini biling, o'ziga hamd ayting. Savobli ish qilishimiz uchun Alloh taolo o'zini qo'li bilan bizni nima qilar ekan? Burib turar ekan. Endi gunohni qachon qilamiz? Qalbimizni o'zini holiga tashab qo'yganida, shunda bizdan gunoh sodir bo'ladi. Demak, biz savob qilsak, Alloh qildirgan uchun qilyapmiz. Gunoh qilsak, Alloh taolo qo'lini qalbimizdan tortib, qalbimizni o'zini holiga tashab qo'yganda qilamiz ekan. 150-200 kilometr tezlikda ketayotgan mashinani shofiri yo'lda mahkam ushlab turar ekan. Lillahil masalul a'la. Mashina yo'lda ketadi. Endi shu shofir 2 sekundga hushidan ketsa, aqli uzilsa, mashina nima bo'ladi? Mashina vayron bo'ladi. Parvardigoro, Robbana la takilna ila anfusina tarfata aynin va la aqalla min zalik. Parvardigoro, bizlarni o'zimizni holimizga bir ko'z ochib yumguncha vaqt ham tashab qo'ymagin, undan ozroq muddat ham tashab qo'ymagin. Chunki sen biz agar o'zimizni holimizga tashab qo'ysang, halok bo'lishligimizda shubha yo'q. Robbana la takilna ila anfusina tarfata aynin va la aqalla min zalik. Parvardigorim, ko'zimizni bir ochib yumguncha yoki undan ham ozroq muddatga bizlarni o'zimizni holimizga tashab qo'ymagin. Demak, bizdan sodir bo'layotgan savobli amallar Parvardigorimiz bergan tavfiq sababli bo'ladi. Endi bizdan sodir bo'lgan gunohlar Parvardigorimiz shu tavfiqini
olib qo'yganda sodir bo'ladi. Alloh taoloning tavfiqi nimaga bog'liq? Xo'p, shu tavfiqini bizni qalbimizda doim bo'lishligini shartlari nima? Duo. Yig'lab duo qilib turaylik, Parvardigor olib qo'ymagin qalbimdan qo'lingni. Allohga faqirligimizni izhor qilishligimiz, unga rostmona, haqiqatan suyanishimiz, undan qo'rqib, undan umid qilishimiz. Duo, iftiqor, suyanishlik, qo'rqish, umid qilish. Mana shu beshala kaliti bor odamni qalbida doim Alloh taoloning qo'li bo'ladi. Shu odam doim to'g'ri yo'lda bo'ladi. Mana shu kalit qo'limizda bor ekan, inshaalloh tavfiq ustimizda turadi. Umar ibn Xattob aytadi: "Meni ishim" deydi, duo qilish deydi. Ijobat bo'lishini g'am qilish meni ishim emas. Endi modomiki Alloh menga duo qilishlikni qalbimga ilhomini beribdimi, demak ijobat ham albatta bo'ladi deydi. Bir mushkulingiz bor, qo'lingizni ochdingiz, Parvardigor dedingizmi? Ya'ni shu mushkulingizni hal qiladigan Alloh ekanligini yodingizga olib, qo'lingizni ko'tarib Parvardigor dedingizmi? Shu duo qilishlik ilhomini berdimi? Aniq ishoning. Aniq ishoning, Alloh taolo duoingizni ijobat qiladi. Endi Alloh taolo shunday bir bandalar borki, ana shu ilhomni ularga bermaydi. Ularda na duo bor, na iftiqor bor, na suyanish bor, na qo'rqish, na umid qilish bor. Kalit bo'lmagandan keyin tavfiq eshigini ular harigiz ocha olmaydi. Dunyoda kim qanday bir xayriyatga yetgan bo'lsa, Alloh taoloning tavfiqi bilan bo'ldi. Inson dunyoda qanday musibatga yetgan bo'lsa, boshiga qanday bir xunuk kun kelgan bo'lsa, Alloh taolo shu tavfiq qo'lini olib qo'yishligi sababli bo'ldi. Parvardigoro bizlarni o'zimizni holimizga, o'zlarimizni bir lahza ham undan ham ozroq muddat tashlab qo'ymagin. Ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.